Elektr energiyasiz bugun hayotimizni tasavvur qilish qiyin. Bir vaqtning o'zida ishlab chiqarilib, shu zahoti iste'mol qilinadigan ushbu tovar mahsulotining iste'molchilarga yetkazilguniga qadar qancha mashaqqat, qancha zahmat talab etilishini bir tasavvur qilib ko'ring. Qanchadan qancha mablag', minglab odamlarning tunu kun qilgan mehnati evaziga xonadonimizgacha kelgan elektr energiyasi, tabiiy gaz va ichimlik suvidan afsuski noqonuniy foydalanish holatlari doimiy kuzatilmoqda. Shu kabi salbiy holatlarni oldini olish maqsadida elektr resurslaridan qonunga xilof ravishda foydalanganlik uchun javobgarlik kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun imzolandi. Endilikda O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 13-martda qabul qilingan qonuniga asosan Jinoyat kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilib, umumiy foydalanishdagi elektr yoki gaz tarmoqlariga tijorat maqsadlarida o'zboshimchalik bilan ulanish holatlari kodeksning 169-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi belgilandi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, Jinoyat kodeksiga kiritilgan qo'shimchalarga asosan umumiy foydalanishdagi elektr, issiqlik, gaz yoki vodoprovod tarmoqlariga tijorat maqsadlarida o'zboshimchalik bilan ulanish yoxud elektr energiyasi, tabiiy gaz, sovuq yoki issiq suvni hisobga olish asboblariga, shu jumladan ularning plombalariga qasddan shikast yetkazish yoxud hisobga olish asboblarining ko'rsatkichlarini o'zgartirish maqsadida ularga tashqaridan aralashish o'g'irlik deb e'tirof etiladi. Ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlik uchun esa 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo tayinlanishi mumkin. Aziz yurtdoshlar, xalq mulki, ko'pning rizqi va minglab insonlar peshona teri evaziga xonadonimizga kirib kelayotgan bu ne'matlardan tejab, oqilona foydalanaylik. Ularni isrof qilish yoki o'g'irlash nafaqat xalq mulkiga, balki kelajak avlod haqqiga ham xiyonat hisoblanadi.